Endi xamir oshirmasdan pitsa tayyorlasanglar bo'ladi. Yaqinroq kelinglar. Yoz kunlarida sizlarni ham bolalarni ovqatlarga injiq botgan bo'lsa, shu retsept asosida pitsa tayyorlab beringlar. Bittada yeb qo'shadi. Mani farzandlarimga o'xshab. 2 ta tuxumga 2 stakan sut, razliqli tuz va 2 stakan un solib, yog' solib aralashtiramiz. Birinchi stakan unni solgandan keyin aralashtirib olib, ikkinchi stakan unni kam-kamdan qilib solib, quyuqroq massa qilib olamiz va to'g'radik massamizni olib qo'yib turamiz. Ichiga nachinka tayyorlaymiz. Menga nachinkaga kolbasa va sirdan foydalandim. Bolalarim har xil narsalar solinganini yoqtirishmaydi. O'shaning uchun har doimgidek Rizo kolbasalaridan 100% halol va andijonlik ahli Qur'on qorilar tomonidan ishlab chiqariladi. Doim shu kolbasadan ishlataman va sizlarga ham tavsiya qilaman. Albatta olib ishlatib ko'ringlar. Mazasi ham juda ham yaxshi. Va Rizoni mozzarella sirlaridan ham foydalanamiz. Shuni qirg'ichdan chiqarib tayyorlab olamiz va massani yig'ishga boshlaymiz. Birinchi suv massani solib olamiz. Ustidan kolbasalarni solib, uni ustidan sirni solib, 180 gradusga tepa-past rejimda duxovkaga sovuramiz. 25-30 minutda ustlari qizarib pishib chiqadi va yana ustidan ozgina sir solib 2-3 minutga gazga qo'yib yuboramiz. Qarabsizlarki, bir lis chiqadigan pizzamiz tayyor. Rahmat hammaga.